Endi deb turmasin senikidan. Haqiqatni gaplashsang yaxshi bo'ladi. Joymayanda deb har kun o'zing so'ngida rastdan ham joy yarib ketgan bechorani yetkin bormagan yordamga. Shirverdismi o'zi? Xo'p. Assalomu alaykum Avtorial 111 obunachilarimiz, qadrli yurtdoshlar. Xudo xolasa Avtorial 111 da bir post qo'yamiz bugun. Ko'plarimiz ko'payib ketdi, mashinalarimiz ko'payib ketdi. Shunga shunday bir post qo'yolmasak bo'lmayacak. Konkretniy narxda beri post qo'yib turib, bir dona like bosganingizga arziydi. Agar arzisa bir dona like bosib qo'yasizlar. 2025-yil Cobalt 3000 km yurgan paketida turibdi, 100% родной. Bahası 155 milyon so'm. Birinchi nomeridan bor. Bir metani yo'q. 155 milyon so'm o'zining salon narxi degan gap. 2025-yil mashina. Mayda chiqqan. Keyin ikkinchisi metan, Prospero, balon, chexol, polik, hamma narsa qilingan pultdan yanada bu 160 milyon so'm bilan kelishib beramiz. Keyin 3-Cobaltimiz 2024-yil 150 milyon so'm. Budan paket birinchi nomerlari olingan, bahası 150 milyon so'm. Şu yerda telefon nomer qoldiramiz. To'liq ma'lumot telefon nomerdan yozsangizlar, Telegramdan yozsangizlar, sizlarga suratlarni, hamma ma'lumotlarni beramiz. Tez aytib o'tmasak, vaqt yetmay qoladi. Keyin 2015-yil Cobaltimiz bir qator asujit bo'lgan kraskalari 70 milyon so'm bahası. Metallari bor. Keyin bu Cobaltimiz 2016-yilda ishlab chiqarilgan, narxi 90 milyon so'm bilan kelishib beramiz. Kraskalarni to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, telefon nomerdan Telegramdan yozasizlar, to'liq ma'lumotini beramiz. Keyin bu Cobaltimiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan 122 milyon so'm mexanik korobka metallari bor. Bular ham mexanik bir 24-25 li avtomat. Keyin avtomat korobka 2019-yilda ishlab chiqarilgan Jika, Malibu Roll, Malibu Bar, shumka, zo'r chexol qo'yilgan 117 milyon so'm bahası. Metallari 4-pokoleniya. Keyin qop-qora Bayer Cobaltimiz paket, mashinamizga metan qo'yilgan 4-pokoleniyaning eng zo'ri qo'yilgan, birinchi nomer olingan, salonda zo'r chexollar qo'yilgan, poliklar qo'yilgan, linoleumlar qo'yilgan. Gapdan qisqasi mashinaga umuman hech narsa qo'ymaysizlar. Hamma narsasi qilingan mashina. Narxini 172 million baho aytib kelishib beramiz. Bu qara bo'lganga, midnight bo'lganga qimmatroq. Shun chiqarilgan rasxodini ayirib tashlasangiz 155 million, 154 millionga tushib qoladi. Salon bahosidan ham arzonga tushib qoladi. Shuncha narsa qilingan mashinaga. Xudo xolasa, kelaverasizlar. Avtorial 111 doimo xizmatda, hamma mashinalarimiz bor. Bir like'larni bosib, bizga podpishka qilib tursangiz, tez hamma mashinalarimizni shunday zo'r baholarda qo'yib beramiz. 30 million, 35 million, 40 million har xil Nexia'lar bor, arzon, parcha narxlarda. Bizlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun bizga obuna tugmasini bosib, obuna bo'lib qo'ysangizlar, zo'r mashinalar qo'yib beramiz. Xudo xolasa, podpishka qilib turasizlar, shunga qarab bizga video joylaymiz. Ertaga ham shunday zo'r bahoda mashinalar qo'yib beramiz.